Rasululloh aytganlar, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, ishlatadi deganlar. Qana qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'rgan ishga buradi. Shu yerda ishlatadi. Endi Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa ham ishlatadi. Qana qilib ishlatadi? O'zi yoqtirmagan tomonga burib qo'yadi. Birodar, mayda narsalar seni sindirib olmasin. Himmatni balandroq qil. Oliy himmat bo'l. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو